Assalomu alaykum rahmatulloh. Bugun bepul arab tili darslarimizning 5-qismi. Yodingizda bo'lsa kerak, o'tgan darslarimizda savol yasovchi qo'shimchalardan qanday foydalanish kerak ekanligi, shaxslarga nisbatan alohida savol yasovchi qo'shimchalar, narsalar, jonzotlar va ulardan boshqa barcha narsalarga boshqa savol yasovchi qo'shimchalar bor ekanini va bu savollarga qanday javob berishimiz kerak ekanligini o'rgangandik. Bugun esa kitobimizning 11-sahifasidagi ushbu mashqlarni bajarish orqali o'tgan mavzularimizni mustahkamlaymiz. Ushbu mashqda bizga misollar berilgan va ularning ustidagi harakatlar olib tashlangan. Biz esa ushbu harakatlarni to'g'ri shaklda qo'yish orqali o'qishimiz zarur. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Sizga yaxshiroq ko'rinishi uchun misollarni alohida shaklda yozamiz. Birinchi misolni men bajarib beraman va sizlarga qolgan misollarni qanday bajarish kerak ekanligini ko'rsataman. Qalamga qarata savol berilgan. Bu nima deya? Arab tilida buni ma hada shaklda ifodalaymiz. Endi hada bilan savol berilganligi uchun hada bilan javob beramiz. Hada qalamun. Bu qalam. Jumlaning so'ngini dommali tanvin bilan tugatamiz. Ya'ni un bilan. Nima sababdan? Chunki bu bir ahamiyatga ega. Inshaalloh nima sababdan o'qishimizni keyinchalik o'rganamiz. Faqat hozircha shunday o'qishimiz kerak deb bilsak kifoya. Keyingi misol bizga ko'rsatish olmoshi ishtirokida gap berilgan. Biz esa buni to'g'ri shaklda o'qishimiz kerak. Bu gap kuchukka qarata aytilgan. Harakatlarni to'g'ri qo'yish orqali o'zingiz o'qib ko'ring. Hada kalbun. Bu it. Kalimani so'nggi dommali tanvin bilan tugash kerak edi, ya'ni un bilan. Xuddi shu shaklda qolgan misollarimizni ham o'qishni boshlaymiz. 3-misol. Bu misolimiz shaxslarga qarata savol berilgan. Ya'ni bu kim deya? Man hada. Hada bilan savol berilganligi uchun hada bilan javob beramiz. Hada tabibun. Bu doktor. Shu o'rinda bir eslatma. Darslarni mustahkam ravishda o'zlashtirishingiz va savollaringizni yo'llay olishingiz uchun Telegramdagi sahifamizda 1 soatlik bepul video chatlar o'tkazyapmiz. O'tkazib yubormaslik uchun hoziroq obuna bo'lib qo'ying. Keyingi misol, ushbu misolni o'zingiz o'qishga harakat qiling. Ko'rsatish olmosh yordamida jumla tuzilgan. Hada jamalun. Bu tuya. Keyingi misol, tasdiqlovchi yoki inkor etuvchi vosita yordamida savol berilgan. Ya'ni mushukni ko'rsatib, ahada kalbun. Bu kuchukmi deya. Endi biz buni inkor qilishimiz uchun nima qilamiz? La degan qo'shimchadan foydalanamiz. La. Hada qittun. Yo'q, bu mushuk. Keyingi misol. Bu misolimizda ham tasdiqlovchi yoki inkor etuvchi vositasida savol berilgan. Ahada dikun shaklda. Ya'ni bu xo'rozmi? O'tgan darslarimizda o'rgangandikki, tasdiqlayotgan vaqtimizda na'am vositasidan foydalanamiz, ya'ni ha. Inkor qilayotgan vaqtimizda yo'q derdik. O'tgan qoidamizga qo'shimcha ravishda tasdiqlayotgan vaqtimizda tasdiqlovchi qo'shimchani o'zi bilan javobni yakunlasak ham bo'ladi. O'zbek tilidan bunga misol. Muhammad keldimi deya sizga savol berilsa, ha'ni o'zi bilan javobni tugatsangiz bo'ladi. Javobni batafsil shaklda ifodalash shart qilinmaydi. Ushbu qoida arab tilida ham mavjud. Sizga hada dikun deya savol bersam, javobni na'am bilan tugatsangiz kifoya. Na'am hada dikun deya to'ldirib qo'yishingiz shart qilinmaydi. Inkor qilayotgan vaqtimizda buni aksi. Ya'ni to'liq shaklda biz javobni aytishimiz zarur. Misol uchun, eshakka qarata bu otmi deya savol berilsa, ahada hisonun shaklda. Biz javobda lani o'zi bilan kifoyalana olmaymiz. Sababi bizdan to'g'ri javobni ham eshituvchi kutadi. O'sha vaqtda biz to'g'ri javobni ham yonidan qo'shishimiz zarur. La hada himarun shaklda. Yo'q, bu eshak deya. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi misolga o'tamiz. Ko'rsatish olmosh vositasida misol berilgan. Biz buni to'g'ri o'qishga harakat qilamiz. Hada mindilun. Bu dasturmol. Keyingi misolga o'tamiz. Bolani ko'rsatib savol berilgan. Bu bolami shaklida. Buni to'g'ri o'qishga harakat qilamiz. Ahada waladun. Bu bolami. Endi javobni o'zida tasdiqlovchi vosita bilan kifoyalansak bo'ladi. Ya'ni ha deb qo'ysak yetadi. Tasdiqlayotgan vaqtimizda to'ldirib qo'yishimiz shart qilinmaydi. Keyingi misolga o'tamiz. Shaxslarga qarata savol berilgan. Bu kim deya? Man hada. Hada bilan savol berilganligi uchun hada bilan javob berilgan. Hada rajulun. Bu bir erkak kishi. Shu bilan kitobimizdagi 11-sahifadagi barcha mashqlarni batafsil shaklda ko'rib chiqdik. Shu yergacha o'rgangan barcha ma'lumotlarimizni ko'z oldimizga keltirib, bir rov takrorlab qo'yamiz. Narsalarga alohida, shaxslarga alohida savol yasovchi qo'shimchalar bor ekan. Misol uchun bu nima demoqchi bo'lsak, ma hada shaklda ifodalar ekanmiz. Bu kim demoqchi bo'lsak-chi, man hada shaklda ifodalar ekanmiz. Hada bilan savol berilgan vaqtda hada bilan javob berilar ekan. Ya'ni bu nima yoki bu kim degan vaqtimizda ham javobda har doim hada bilan javob berar ekanmiz. Hada miftahun. Bu kalit. Hada waladun. Bu bola. Hada hisonun. Bu ot. Ya'ni umumiy bir qoida. Hada bilan savol berilsa, hada bilan javob berar ekanmiz.
Shu bilan birgalikda hada vositasida arab tilida sodda bir jumlalar tuzishni ham o'rgandik. Buning uchun hadani olib kelamiz va yoniga biror bir ko'rsatayotgan narsamizni qo'yamiz. Hada babun misolida va oxirini dommali tanvin, ya'ni un bilan tugatamiz va arabiy jumla hosil bo'ladi. Bu eshik misol uchun. Va biz tuzgan misollarni so'roq gapga o'zgartirishni ham o'rgandik. Misol uchun o'zbek tilida sodda bir shaklda so'roq yasayotgan vaqtimizda jumlaning so'ngiga m qo'shimchasini qo'shganimizdek, arab tilida ham xuddi shu qo'shimchani faqat jumlaning oldidan qo'shar ekanmiz. Misol uchun hada babun. Biz tuzgan bu eshik jumlamiz bu eshikmi jumlasiga o'zgardi. Shu bilan shu yergacha o'rgangan barcha ma'lumotlarimizni yodimizga solib oldik. Kelasi darsimizda kitobimizning 12-sahifasidan o'rganishni boshlaymiz. Silsilaviy shakldagi darslarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, videoga like bosing va izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Eng muhimi, darslarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Assalomu alaykum va rahmatulloh.